Mashina yumshaydimi deb savol berishadi. Yumshaydi, haydab tekshirib ko'rasizlar, mashinangizni ideal bo'lgandan keyin pulni berasizlar. Ramazon oyiga Tracker bilan 10X ga yumshatish xizmatlariga aksiya berib qo'ydik. Bor yo'q $100 ga. Mana Tracker olib qo'yamizlar, lekin Ramazon oyi tugadi, ko'pchilik uspet qilmay qolibdi. Ko'pchilikning talabiga binoan yana aksiyamizni cho'zib qo'yishga qaror qildik. Aksiyamiz davom etyapti. Bor yo'q $100 ga mashinalarni yumshatib ketasizlar. Tracker 10X ga va Kia Seltos ga yumshatib berish xizmatlaridan foydalanib ketsanglar bo'ladi. Bu videoni Tracker 10X Kia Seltos yuradigan yaqin tanish bilishligiga jo'natib qo'yinglar. Foydalanib ketinglar. Yumshatish xizmatlaridan maza qilib yurasizlar. Oldiga salni blok, orqasiga prujina qilib beramiz. Mashina zo'r bo'ladi inshaalloh. Mashina yumshaydimi deb savol berishadi. Yumshaydi, haydab tekshirib ko'rasizlar, mashinangizni ideal bo'lgandan keyin pulni berasizlar. Hamma qilinadigan ishlarimizga garantiyasi bor. Mashina yumshaydimi deb so'raydigan aka-ukalarimizga javobimiz mashinangizlar ideal bo'ladi, ideal. Haydab tekshirib ko'rib, keyin pulni berasizlar.